Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve velah ma ba'd. Bu kitap bizi kitabımız. Her birimizi, her farklı kitabı. Çünkü şu uzumuzu içimizden, aynı nesillerde yaşayan, aynı durumlarda yaşayan bir ataxonimiz, bir oqsoqolimiz, bir kattamiz bu asarda bizga yozib ketganlar. Bu asarga ya'ni yozishini sababi eng katta sabablardan meni taxminimdan, tamommi? Bizga durus, bizga ibrat, bizga nima qo'yib ketyaptilar? Ko'zlaringni ochlar deyapti. Bu kishi mufakkir, amiq va muhallil lil awda' va biz o'zimiz hammamiz tanigan karim bir oila. Ya'ni hamma ya'ni hamsharlarni ichiga bilinen va yani qancha biz ta'rif qilsak nima qilsak haqqini bera olmaymiz, lekin yani batta men qo'shiq qilamanki ba'zi shu kitobdan yani ba'zi foydalarini nimalardan chiqarishga qo'shiq qilaman. Chunki durar ko'p kanz min al-kunuz li ish al-Buxariyya, yani bizni kanzimizlardan bittasi. Buni qadrini bilib, taqdir qilib va o'qishimiz kerak har birimiz. Taban asos yani derslerden bittasi bu kitap اللي هو Türkistan Açık Hakikatleri, yazıcı İsmail Şeyhoğlu Şahabuddin Yesevi rahimahullah teala. Kattalarımızdan, aksakallarımızdan murabbi azim yani. Ve ondan kalan yani nima hemen damga yani. Atadaki ve hal yakhfa al-qamar der yani. Maşallah, barakallah. Allah o'zi doim yani bu ailenin izzini ve nimasini devam kılsın inşallah. Taban Türkistan açık hakikatleri. Asasi men olgan yani bir derslardan bittasi haviyetingizni yo'qotdingizmi? Boqib berdingiz. Haviye ko'p muhim. Tamam. Siz kimsiz? Siz haviye şu mana şu O'zbekki, mana şu Türkki, mana şu 2000 yildan ko'p tarixi bo'lgan ana shu jo'g'rofiya, ana shu yerda nimasisiz, insonisiz. Mana bu haviyasiz, tamommi? Mana bu thaqofangiz. Erib ketib, qo'shilib ketib, o'zingizni yo'qotdingizmi? Boqib berdingiz. Asosiy bir nima. Shuning uchun yani İsmail Şeyhoğlu Şahabuddin Yesevi bizga shuni deyapti. Haviyani yo'qotma deyapti. Tamommi? Ve illa satuhsan. İkincisi, إذا توحدت يمكنك تغيير التاريخ. وحدتك قوة. Bir böldük mü tarihte tağyir kılamız. Asasi risolardan bittasi. Taban başka risolardan ki yani bu kitapka men nima qildim? Masalan kitapni ko'p shirin, ko'p chiroyli ochildim. Bidayasi aytadilar ki men İsmail Şeyhoğlu Şahabuddin Yesevi 1919 Türkistan madafatinden yani Yesi şehirden tug'ilib yani şu şekilde başlaydılar şuralık. Yani ko'p ta'til qildim mana shu boshlash. Fe'lan meni yani kitobni boshlang'ichga nima qildi? Yani bir ta'sir berdi menga. Hozir bu kishi bu haviyayni, bu yani nimani bir sabablardan ki tag'yir abjadiyya qilishdi. Bizni haviyamizni buzish uchun, tamommi? Taban avval shay harflarni tag'yir qilishdi, abjadiyyani tag'yir qilishdi. Sababi nima? Bizni haviyamizni buzish uchun. Kitobga buni nima qiladilar? Keyin rumuzlarimizni, kattalarimizni, tariximizni, tamommi? Muhim emas, orqaga tashlab esimizdan chiqarib yuborishga ko'shib qilishdi. Men uchun bizni haviyamizni yo'qotish uchun, tamommi? Kimligimizni, kimsiz? Shuni yo'qotish uchun aytganimdek avval shay abjadiyni tag'yir qilishdi, huruflarni tag'yir qilishdi. Ikkinchisi rumuzlarimizni nima qilishdi? Yani tashvih qilishdi. Amir Temurda Temurlang deyishdi. Temurlang bu düşmanlarini unga chiqargan laqabi, tamommi? Masalan, shunga o'xshagan yani bir mayda misol.
ve muharrib dediler ve katil dediler ve yani dünyanı buzdu dediler. Tamam mı? Meçhul biz şu havayimizni buzurmoqchi bular. Shunga o'xshagan nima qilishdi biza? Ya'ni bizni imorat, bizni binolar, bizni nimamizni ahamiyatini tushirib, tariximizni zaiflashtirishga qo'shiq qilishdi. Bizni haviyamizni yo'qotish uchun. Ya'ni bu kitobga ya'ni kattamiz shuni bizga aytmoqchi, mana shu risolani berishmoqchi. Ya'ni buni ko'shish qilishdi. Buni qilishga ko'p katta nimalar qarshi qilishdi. Juhud qilishdi. Shunga bilishimiz kerak, bizni haviyatimiz ko'p muhim. İnşallah bu ikinci videoga komil qilamiz. Taban yüzlerce video kifoya emas bu kitobda haqqini berish uchun. Lakin biz shunday nima qilish, ya'ni hadaf shuki, o'qiylik, tariximizni bilaylik, kimmiz, haviyamiz erib ketmaylik, qo'shilib ketmaylik va hifozat qilaylik. Shuncha kattalarimiz qiynalib, shuncha qattiqliklarni ko'rib olib keldi bizga. Biz uni nimaga, ya'ni nimaga bermaylik, ya'ni basit shaklga, ya'ni raxis shakl bermaylik. Narakum fi videolar oxir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.